Diqqat, Samarqandda 7 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash ortidan gaz idorasi xodimlari qamalgani haqida xabarlar tarqaldi. Samarqand viloyatining Samarqand shahrida bir oilaning 7 a'zosini halok qilgan portlash ishi ortidan gaz idorasi rahbari va uning 3 nafar xodimi 7 yilga qamaldi. Bu haqida Zamon xabar berdi, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, uyda portlash sodir bo'lgunga qadar xonadon a'zolari gaz hidi sizib chiqishdan bezovta bo'lib, idoraga qayta va qayta 11 marotaba murojaat qilgan, biroq idoraning mas'ul xodimlari ushbu murojaatga beparvolik bilan yondashgan va portlash sodir bo'lgunga qadar hech qanday chora ko'ra olmagan. Sud hujjatlarida ta'kidlanishicha, 2024-yilning sentyabr-oktyabr oylarida Spitamin ko'chasi 160-uy atrofidagi xonadonlarni gazlashtirish ishlari loyiha va texnik shartlarsiz amalga oshirilgan. Yollanma ustalar yordamida noqonuniy tarzda avtomobil yo'li ostiga gaz quvur yotqizilgan. Quvur tegishli xulosalarsiz va xavfsizlik qoplamalarsiz yer ostiga tushirilgani hamda tarmoqqa noqonuniy ulangani aniqlangan. Quvurda 7 teshik paydo bo'lib, tabiiy gaz markaziy oqova hudug'iga sizib chiqqan. Dahshatli portlash ortidan Hudud Gaz Samarqand ta'minoti filiali, Samarqand shahar bo'limi rahbari va 3 xodimi Jinoyat kodeksining 116-moddasi kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik 4-qismi A, B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilgan. Ularga 3 yil davlat ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlarda mansabdorlik hamda moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilgan holda 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Qolaversa, portlashdan zarar ko'rgan fuqarolar foydasiga gaz ta'minoti korxonasidan qariyb 6 milliard so'm undirish belgilangan, deyiladi xabarda.